6 yilda Ibrohim meni qanchalik bilib olgan, hozir bilib olamiz. Menga qanaqa rang oyoq kiyim yoqadi? Qora. Oq. Meni bitta dona qora krossovkam bo'lgan, eng yomon krossovkam. Nima ovqatni yaxshi ko'raman? Osh. Osh. Da. Osh. Klassik kiyinishni yaxshi ko'ramanmi, sportivniymi? Aralash. Pol klassika, to'g'ri, aralasham. Soqol o'zimga yoqqani uchun qo'yamanmi yoki bitta odamga yoqqani uchun qo'yamanmi? Bitta odamga yoqqan. Yoqtirishi, o'zimga yoqqani uchun qo'yaman. Men pul ishlatishni yaxshi ko'ramanmi, pul yig'ishni yaxshi ko'raman? O'ylab o'tirmasdan aytaman. Yig'ishcha. Ozda kamdan pul, zo'r pul yig'adigan odam yo'q. Donda yashash yoqadimi, uchastkadami? Uchastka. Yo'q. Voy, seriyozmi? Da, qo'y berishsa men donda yashardim 5 xonali. No? Men nechta davlatga sayohatga chiqqanman? 8 ta. 5 ta. Yo'q. Misr, Dubay, Qatar, Abu Dhabi, Saudiya Arabiston. Tailand. Voy 6 ta ekan. Qozog'iston, Qirg'iziston ham kiradi. Voy, Qozog'iston ham boryapti. Yettita bor. Malades, rahmat senor. Davlatga chiqqanman. Qoraqalpoq. Rahmat senor, baraka top. G'irrom qilib yutdi bu. Yo'q, yo'q. chet shahar. Men o'rtog'iga telefon xizmatidan foydalandim. Senor rahmat. Men necha yoshimda chakish tashlaganman. Siz chakmaysiz deydi, jinni bunaqa payt. Chakmaysiz? Ha, bo'ldi. Shu video 100 mingta like etsa ostiga ham nechta bolasi borligini ko'rsataman. Aytaman.